Yaxşımısızlar dostlar, men sizlarning oshpaz do'stinglar Marda ustam bo'laman. Bugun sizlarga kelgan qo'rimiz bo'lsa, charchang bamyan, ya'ni o'ylarmanning qo'rish usuli. Go'shtdan 150 gram atrofida tayyorlanib, ekranda ko'ringandek yapaloq holatda to'g'rab olamiz. Qo'rimga odatda kal go'shti, qo'y go'shti qatorli go'shtlarni ishlasak bo'laveradi. Bosh piyozni ekranda ko'ringandek inchik qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Ba'ziden ishga yaproq tayyor qilib, ekranda ko'ringandek holatda to'g'rab olamiz. Agarda bo'p shaklda shakl chiqarib to'g'rasangiz, qo'rima texim ko'rkam chiqadi. Yağyundan birini tayyor qilib, ekranda ko'ringandek to'g'rab olamiz. Yağyunni bo'p shakl to'g'rasa, qo'rima ko'rkam chiqadi. Lag'man seyda yağyun kam bo'lmaydi. Yağyunning alayidligi yağyunda kraxmal miqdori mo'l bo'lib, uzun qo'rib qaynatgan vaqtida qo'rimni quyuqlashtiradi. Qo'rima quyuqlashsa, qo'rimning suvi lag'manning tubiga to'liq chaplashib, iste'mol qilgan vaqtimizda texmi mazzik bo'ldi. Cheyizni yağyun to'g'rgan shaklda to'g'rab olamiz. Cheyizning tarkibida temir miqdori nihoyat mo'l bo'lib, odam badanidagi temir kamlikdan bo'lgan qon tuvanlikka nihoyat foyda qiladi. Los lazi bilan qizil lazini ekranda ko'ringandek bo'p shaklda to'g'rab olamiz. Lazni ishlatgan vaqtida achchiqroq lazni ishlatishni tavsiya qilaman. Chunki achchiq lag'manni yoqtirmaydigan odam yo'q deyman. Jangdonimi ekranda ko'ringandek 2 sm atrofida qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Qo'rimimizdan texim ranglik, texim yeşil bo'lish uchun oz miqdorda palak qiytishingizni tavsiya qilaman. Pomidordan birini tayyor qilib, ekranda ko'ringandek ushoq to'g'rab olamiz. To'g'ragan pomidorimiz toza qizil bo'lmasa va yoki qattiq ham tamsiz pomidor bo'lib qolsa, qo'rg'an vaqtimizda oz miqdorda pomidor qiyam qilib versak, texim yaxshi bo'ldi. Qozonga yarim cho'mich atrofida may qo'yib, qizigandan keyin to'g'rab tayyor qilgan go'shtni silib qoraymiz. Go'shtni qo'rg'an vaqtimizda o'tni bo'sh qilib uzun qo'rishingizni tavsiya qilaman. Bunda qilsangiz go'sht texim mazza chiqadi. Go'shtning rangi sarg'aygandan keyin 3 gram atrofida tuz qo'yib qoraymiz. Go'shtni qo'rib qitishgan vaqtida jangdonni silib qoraymiz. Jangdonning pishmoqi bir qadar tez. Shuning uchun go'sht bilan birga qorib etsak, pishishi yaxshi bo'ldi ham mazza chiqadi. Jangdonni 1 minut atrofida qorib olgandan keyin piyozni silib qoraymiz. Piyozning mizlik purg'i chiqqandan keyin pomidorni silib qoraymiz. Pomidorimiz toza qizil bo'lmag'ach, oz miqdorda pomidor qiyam qilib etdik. Yana oz miqdorda chanab tayyor qilib olgan lapiz solamiz. Qo'rimga pomidorning shirnisi rosa chiqqan vaqtimizda yağyuni silib qoraymiz. Yağyuda kraxmal miqdori bor. Qo'rg'an vaqtimizda qozonning ostiga chaplashib qilish mumkin. Shuning uchun yağyuni solgandan keyin sal sezgi turib qo'rishingizni tavsiya qilaman.
Yağını 1 minut atrofida qo'rib keyin to'g'rab tayyor qilib olgan baseni silib qo'yamiz. Lag'man seni uzunroq qo'rsak shuncha mazza chiqadi. Lekin qiziq qizarni uzun qo'rayversak, suyimizning ta'miga ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun arlab oz miqdorda suv quyib, qozonning temperaturasini tanshab tursak, qo'rma texim mazza chiqadi. Baseni 1 minut atrofida qo'rib olgandan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan cheyizini silib qo'yamiz. Ba'zi umoq do'stlarim menga xat qoldirib, siz qozonni o'rishni o'rganib kelib, anandan keyin sey qo'rsangiz bo'lmamdi deb xat qoldirib qo'yapti. Sizlarning gaplaringiz nimda umoq a? Odatda oshxonada sey qo'yadigan o'choqningki eng yuqori temperaturasi 2000 Selsiy gradusga bordi. 2000 Selsiy graduslik o'choqda sey qo'rgan vaqtida qozonni tez suratda o'rimsa, sey kuyib ketishi mumkin. Hamda oshxonada ishiladigan qozon bir qadar nefis qozon bo'lib, o'rgan vaqtimizda osonli o't ketadi. Hamda sizlarga oqsa bir tuyg'u bilinadigan o'xshaydi. Oiladagi mechi o'choqning temperaturasi 600 Selsiy gradusdan 800 Selsiy gradusga bordi. Hamda oiladagi qozonlar bir qadar qalin bo'lib, qozonni tez suratda o'rimsin bo'laverdi. Oilalarda qozonni o'rib, o't chiqarib sey qo'rgan vaqtida bustaqni osonli mehnat qilyotadi. Mening filmlarim asosiyatdan oilalarda qilishga mos keldi. Shuning uchun qo'rish jarayonida yuqori mahorat, yuqori texnika yo'q. Shuning uchun menga dars o'tmasligini tavsiya qilaman. Endi suyimizga qaytib kelaylik. Qo'rimning suyi sal quyuqlashgan vaqtida lozim silib qo'raymiz. Lag'man seni qo'rgan vaqtida suvni va yoki sho'rpini bir dodlama jib qo'yib olmang. Bunda qilsangiz qo'rimning ta'miga ta'sir etadi. Az-azdan bir tarafdan suv quyib, bir tarafdan qo'rsak, qo'rma texnik mazza chiqadi. Yana azroq tuz silib qo'rimni ta'mlantirib olamiz. Keyindan to'g'rab tayyor qilib olgan palakni silib qo'raymiz. Oxirida qo'rmaga oz miqdorda chanagan samsaq hamda ochiq suv quyib 1 minut atrofida qaynatib olgandan keyin taxsiga usub iste'mol qilsak bo'ldi. Oilalarda qilishga qulaylik bo'lsin uchun oddiy usulni olib keldim. Agar qo'rim yargan bo'lsa, haqsiz yurikingizdan birini berib, meni g'anjo qilavering. Bundan keyin texim mazza qo'rimlarni huzuringizga sunaman.